Hali ham o'zgarmabsiz, yolg'onchi. U yoqda sal ko'p edi-da. Tinchlikmi Sardor? Nima biron bir muammo bor? Tinchlik. Tillasini sotgan olib kelgan ekan. Yaxshi narxda olib qolaman dedim. U rozi bo'ldi, ma'qul bo'ldi. Keyin sekin namyoq qilib telefon nomerimni so'rash boshladi. Dedim, "Mana kim deb o'ylayapsiz?" dedim. Bizda bunaqa mijozlar bilan shaxsiy yaqinlikka yo'l qo'yilmaydi dedim. Shu paytda siz kirib qoldingiz-da. Keyin o'zicha vaziyatdan chiqib ketish uchun ishni basharamga tars qo'ydi-da, pulni olib ketyapti. Mijozlar bilan shaxsiy yaqinlik deng. Ha. Shartnomaga bunaqa narsa kiritmagandim. Lekin yomon fikr emas. Yaxshi, qo'shib qo'yamiz. Ishingizni davom ettiring. Xo'p. Ey bacham, Gold Expert deganlari shumi? Ha, shu. Menga qara. Ana u ko'chadagi olma sotayotgan ayolcha aytdi. Apamullo, Gold Expertda tillolarni qimmat oladi, shu yerga soting dedi. Конечно, qimmat oladi. Shu ayolchani gapi bilan, maslahati bilan keldim. Mana shu tillolarim, menga qara. Agar qimmatga olsang, senga sotaman. Agar olmasang, boshqa joyga sotaman. Qimmat olaman. Boshqa joylarda anna qimmat olaman. Begona qimmat qilasiz. Qani o'lchachi? Tekshirib Endi nima qilyapsan? Bu toza tillo. Tekshirib olaymi? Shoshmay turing. Shoshyapsizmi yo? 750 proba ekan. Hamma joyda 1 million 100 olishyapti. Men sizga 1 million 160 qilyapman. Bo'ladimi? Undan oshmaysanmi? Endi 100 ming qimmat olyapman-a. Ha, mayli. Qani o'lchachi qancha 150 chiqadi? ming. 326 gram. Tak, 391 milyon 200 ming so'm. Hozir. Mayli. Ozgina yetmas ekan qo'shaman. Opa, bu o'zi tillolar o'zingiznikimi? Ha? O'g'irlangan. O'zimniki bo'lmay birovniki bo'ladimi? Bu tillo otamning onasidan qolgan bizga meros. Gap shunda boshlamaysiz otam. Qo'rqitib. Bo'l, tezroq sana vaqtim yo'q. Buncha pul nima qilasiz xola? Nima qilardim? Senga o'xshagan o'g'il bachamni uylantiryapman. Shuni to'yiga Yulduz Usmonovani aytmoqchiman. Kelmaydi-yu. Sen bizni nima deyapsan? Bizni to'ylarga kelmagan mashhur artistni o'zi yo'q. Mana masalan meni to'yimga Olmaxon Hayitova kelgan. Menga qara. Seni ham yaqinda to'ying bo'lib ketadi-yu. Harakatingni qil. Qanaqa artistni aytishni oldindan hal qilib qo'y. Keyin menga o'xshab tilla sotib yurmagin. Ha. Xola yana qo'ni-qo'shnilarga ayting, qancha tilla bo'lsa mana shu yerga olib kelaversin, xo'pmi? Qimmat narxda olib qolaman. Xo'p. Uylanib olganim qayerdan bildi? Yo'q, oyim qayta gapiraverganlardan basharam ko'rib yubordimikin ha? Alo? O'g'lim yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yangi ishlarni yaxshi boshlab oldingmi? Rahmat, oyi, boshladim. Ishda bo'lsang tez gapiraman bolam. Xola bitta qizni topib tursa yaxshi qiz ekan, qo'li shirin, pazanda ekan, juda ham chiroyli ekan. Shuni rasmini Telegramdan senga tashib qo'yaman. Bir ko'rchi bolam, ma'qul desang qiziga borib, uchrashib yo'lab kelardik. Mayli, xo'p. Bo'pti bolam, och yurmay ekan. Keyin menga javobini ayt, xo'p? Xo'p.